o'ttizga yaqin xodimi bor direktor o'tirishini qaranglar. Sizlar ham to'rt ko'ramiz. Nada, hamma boshliqlar o'zini ofisida mashnaqa qilib o'tirsa, biz ofisda ijod qilamiz. Bugun sizlarga 30 ga yaqin xodimi bor direktorning o'zi olgan VIP zakazini qanday qilgani haqida gapirib beraman. Ha, to'g'ri eshitdinglar. 30 ga yaqin xodimim bor. Lekin ishimni, kasbimni sevganim uchun tez ijod qilib turaman. Endi bugungi zakazimga qaytadigan bo'lsak, eshitganingizdek, VIP zakazlarni har doim o'z qo'llarim bilan tayyorlayman. Bu zakazim ham aynan shu VIP zakazlarimizdan edi. Buyurtma bergan mijozimiz nozik tabli, doimiy mijozlarimizdan bo'lib, tortlarni shunaqa nejniy bo'lishini va dekorlardan kamroq foydalanishimni xohladilar. Avvaliga bu tortning ustiga beton kremni surib, chiroyli qilib tekislab oldim va ustidan velour sepdim. Va dekor uchun o'zlari xohlaganlaridek vafelli bumagadan chapalaklar yasadim va chiroyligina plyonka yasab qo'ydik. Bu tortimiz yoniga komplekt qilib, kapkeklar, kek popslar, eskimolar va konfetchalar yasadik. Konditerlik sohasini tushunmagan qizlar bu aytgan so'zlarim quloqlariga g'alati eshitilishi mumkin. Agar sizlar ham bu haqda to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar va konditerlikka ozgina bo'lsa ham qiziqishinglar bo'lsa, sizlar uchun Telegramdan yopiq kanal ochganman va profilim shapkasiga ссылкасini qoldirganman. Kanalimda retseptlar bilan va hayotiy tajribalarim bilan bo'lishib boraman. Endi esa natijani ko'rib, bitta baho berib olaylik.